Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana mashinamiz mana Malibu. Bu mana shu orqasidan yetyapti bitta mashina bunga. Zazorlar ochilib ketgan, panel ichkariga kirib ketgan. Buni joyiga tortib keltiramiz, xudo xolasa. Mana bagajimiz mana pastida urilgan joyi bor. Tepasi kraska bo'lgan ekan, o'zi oldim mana shu tepa tomoni. Tepalar hammasi pastda o'zi qolgan ekan. Endi hozir bunda mana bu joylarni qilish kerak. Endi yoppa-sip boramiz, ko'ramiz buni. Ya yangi qo'yamizmi? Holatga qaraymiz. Yopilmayapti. Do'stlar, mana xudo xolasa Malibu'miz ham buni vakuumga ristopga qildirib keldik buni. O'zi asli bu tepa tomoni kraska bo'lgan edi buni-yu, yana vaqtimiz ketmaz dedi egasi. Tepasini, pastini hammasi joyi ristopga qildirib keldi. Past radnoy bo'lgan buni. Endi hozir mana joylarini kesib oldik, chiroyli qilib, tekislab. Endi mana tepasini ham kesamiz. Qirg'oqlarni, ko'chgan joylarni tekislaymiz buni. Keyin kraska to'ldiramiz bunga endi. Do'stlar, mana xudo xolasa Malibu'miz tayyor bo'ldi. Bu mashina tayyor bo'lib ketgan edi, o'zini eski bamperda ketgan. Yangisini kraska qilib bugun qo'yib berdik. Xudo xolasa mana yangi bamperi ham kraskadan chiqib qo'yildi. Buni kraska ko'chgan joylarga to'ldirib, polirovka qilib bergandik. Mana endi xudo xolasa bugun rosmana bitib ketadi. O'zi minib yurgandi buni o'sha eski sinoq bamperida. Yangisi bugun mana qo'yildi. Kimda shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Telefonlarimiz 90 632 81 23, 99 632 81 23. Manzilimiz Farg'ona viloyat Bag'dod tuman Paxtaxshida turamiz. Bu Lasetini mana hozir ikkita old orqa bamperdan almashtiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.